Qo'lini qo'yaman. Yo'q, qo'yvormayman. Qo'yvormayman. Jim turing, qarz barbar qilasiz. Mashina o'tirib tursangiz ham bo'lardi o'zi. Cho'loq olyapti. Voy. Ko'ring tillanma. Xo'p, unda ichkarida ko'ra qolaylik, ichkarida tekshirib olaman. Mayli, sizga men yengil ish beraman o'zim. Chiroyli qilib, bo'ladimi? Xatga kirish kerak. Mana bu yoqda sizga hozir tekshirib yaxshi narx qilib beraman. Keling, o'tiring demoqchimiz, akam o'tirib qo'yibdilar. Siz tilingizni ko'rsata qoling, mayli. Ko'ring. Sheri kallasi qani? Bering, men o'zim ko'rib narx beraman. Bular o'zi ko'rinib turibdi rangidan. 585, Michelizam. Ham bular 750 proba ekan. Hammasini qimmatroq hisoblayvering, bu tillalarni qiynalib topganman. Bu tillalarni qiynalib topganmisan shunda? Hm? Sen mamini qiynalib topgansan. Ha, har doim mana shunaqa minnat qilavering, gapiravering, olib berganlaringiz. Mana shuni qimmatroq solavering, okey? Bular 750 proba ekanda. Aha. Balandroq hisoblaymiz narxini. Всё, хорошо. Hop, bugungi kurs bo'yicha faqat 1.200.000 dan hisoblab olamiz. Hammasi 49.670.000 bo'lar ekan. 750 gizni mayli 50 million qilib beraman. Lekin 585 larni toshgan qolibdi ju. Eskiligidan bu lom bo'ladi. 40.02 ekan. Bugun kurs bo'yicha 880 dan 35.200.000 qilib beraman. Qo'shing yana ozgina. Jami narxi 84.900.000 bo'lgan ekan. Agar sizga to'g'ri keladi desangiz, mana shu narxi naqd sanab beraman pulda. Faqat dollarda emas, so'mda. Bo'ladimi? Nima deysiz, bo'ladimi? Normallik hisoblovchi sotaver. O'zi unaqa narxi kam olmagansiz shekil. Ha. Bular endi qimmat olishar ekanda. Men arzonroq olganman deb. Bo'ladi. Sizga pul sanab beraman. 1 2 3 4 mana bu yerda 80 million. Mana bu yerda sanab keldim. 4.900.000. O'zingiz ham sanavering xohlasangiz. Yo'q, ishonaman, rahmat. Turarsiz balki. Ketdik.